Assalomu alaykum hurmatli obunachilar, Xonsaroy to'yxonasining podpischiklari. Mana bugun yana bir chiroyli oilaning yaxshi kunida xizmatdamiz. Xizmatda shu hamma o'zingiz taniydigan Muzaffar akamiz, ko'mish salatlari, gullarning eldi, to'g'ri, eldi salatchilari xizmatda. Kimga shunday xizmatlar kerak bo'lsa, havolashaverasizlar. Muzaffar aka, bugun dasturxon boshqacha u. Xarajatlar ham zo'r. To'ychilar o'zlari qildimi bugun ham? O'zlari qildi. Ajoyib bugun pomidor vadranglar ham joy. Balig'i bor, miyasnoyi bor, ovqatini pishadi. Ovqat lo'liqman. Chekishiga dasturxon qo'shish. Shundan qiziqaman. Ko'mish salatlarini chaqil salat beramiz bugun. Uch qo'lang. Kimga shunday xizmat kerak bo'lsa, murojaat etaverasizlar. Tanlovda boshqonlar sifatli, yaxshi vech kerak bo'lsa, dasturxonga chiqaradigan bo'lsangiz, buni tavsiya, buni ko'rib o'zingiz baho berasizlar. Hamma kutib qolamiz Xonsaroy to'yxonasida xizmatdamiz.